10 tuxumdonda folikula yetilsa, ya'ni dominant folikula o'g'il bo'ladi degan gaplarga siz ham ishonasizmi aziz ayollar? O'zida shifokor bo'lganligim sababli mening huzurimga kelayotgan aksariyat ayollar folikula qaysi tuxumdonda yetilibdi doktor deb so'rashadi. O'ngidami, chapidami? O'ngida desam, ayol kishimiz xursand bo'lib, unda o'g'il bo'ladi, deb menga savol berishadi. Aziz ayollar, bunaqa gaplar bilan o'zingiz ovutmang. Sababi sizni folikulangizga qarab o'g'il yoki qiz bola bo'lishi bu jinsi farqlanmaydi. Sababi X xromosoma sizda, XY xromosoma esa erkak kishida bo'ladi. Shuning uchun ham siz o'g'ilga ham, qizga ham XX xromosomalarni berasiz. Erkak kishi esa XY xromosoma berganligi sababli o'g'il bola jinsli bo'ladi. Shuning uchun avvalo hammasi Allohdan, bundan keyingi sababchi esa erkak kishi hisoblanadi. O'zingiz vaqtingizni o'tkazib, ayblab yashamang aziz ayollar. Agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va mening kanalimga a'zo bo'ling.